Bugun juda ham pozitiv ifoga ega bo'lgan Geraflis brendidan Yesayimiz King Evolution haqida gaplashamiz. Bu brend bizga notanish emas, chunki o'tgan safar Yesayimiz King'ni Le Parfum variantini olib chiqqan edik. Juda ham maqtab. Haqiqatda analog Gold de Chanel'ni parfum variantiga analog edi. Gold. Ana endi bu juda ko'pchilik biladigan Parfums de Marly'ni Greenly degan atrini analogi bo'lib chiqqan. Mana shu yerda bitta ma'lumot bermoqchiman. Analog o'zi nima? Analog bu o'sha poddelka atir deyilmaydi. Bu Fransiyani o'zini haqiqiy luxury house bor, Yesayimiz King, ya'ni Geraflis brendini o'ziniki. Bu original atir hisoblanadi. Faqat sostavlari, ya'ni ichidagi tarkibi haqiqiy Greenly yoki bo'lmasam Blue de Chanel'ni Parfum Goldga o'xshagan yurak notalarida qimmat notalar ishlatmasdan turib, asosan 90-80% gacha o'xshatib berib ishlab chiqqan, lekin ko'pchilik agarda kuchli atirchi bo'lmasa farqiga bormaydi. Ana endi buni birgalikda yam-yashil pozitiv iforda hidini ko'ramiz. Boshida olmani hidi va keyin bergamot hidi kelyapti. Endi tarkibi bo'yicha boshlang'ich notasi olma, bergamot, smarodina, o'rta yurak notasida yasmin, atirgul hamda ambra bor va qolish oxirgi qolib ketadigan notasida eman hamda xuddi shunga o'xshash yog'och qizlari yozilgan. Ko'pchilik atirlarda xuddi shunaqa qoladi. Ayni o'sha boshqacha qilib ishlangan. Agarda siz o'sha yashil notalarni, pozitiv energiyada ko'proq yurishni xohlasangiz, aynan mana shu atirni tavsiya qilib qolaman.